Nima bu? Ha? Nima bu bolalar, menga kimdir tushuntirib beradimi? Ispaniya bilan kim o'ynadi o'zi? Fransiyami bu yo Albaniyami bu? Andorrami yoki, ha? Men shuncha odamlarni uyga chaqirib qo'yibman, mana Fransiyani muxlislar, ber formani mana. Mana shuncha odam Fransiyani mana formalarini olib kelyapti. Mbappe o'ynaydi deb o'ylagan. Bugun Mbappe qani deyman, javob bera olmaydi-da. Qani Mbappe? Qani Dembele, qani Olise, qani Desire Due, qani Barkola, yana kimlar bor edi o'zi? Qani ular? Nima bizni aldadi bu FIFA? FIFA rostdan ham odamlarni aldar ekan. Endi ishondim. Like bosib bugun Fransiyaga muxlislik qilgan bolalarga tashlab yuboringlar. Bugun Fransiya maydonga tushmadi, bu AI bu. Sun'iy intellekt yasab yubordi, qanaqadir video qo'yib berdi bizga. Butun dunyoni aldadi FIFA. Qoyil lekin. Bravo! Fransiyaga bir kunlik muxlislik bo'lganlarni ham tashlab yuboringlar videoni. Like bosib tashlaylar hammasiga. Unaqa qilmanglar bundan keyin. Mana bizga o'xshagan kattalardan maslahat olib ish qilinglar, bolalar. Bir kunlik muxlis bo'lish oqibati mana shunaqa bo'ladi. Unaqa qilmanglar hech qachon. Endi sizlar nima qilasizlar, bilasizlarmi? Go Angliyaga muxlislik qilishga. Angliyaning ham mana shunaqa sifatli formalari mana bizda bor, futbol formada bor. Mana shunaqa ismlarni yozib beramiz mana. Mana shunaqa. Kim edi? Jude Bellingham kerakmi? Bor. Sizlarga pulga sotamiz hammasini. Davay, futbol formaga obuna bo'linglar. Endi bundan keyin aldanib yurmanglar. Bu Ispaniya bo'ladi mana. Ispaniya formasi qalay, chiroylimi? Dahshat. Tam orqasiga ham ko'rsatib qo'y, ha? Nima bo'ldi o'zi?